Angliya BBC to'rining yaqinlashtirishicha, Xitoy doiralari 6-7 yildan beri oilasi bilan ko'rishaolmagan Uyg'urlarni o'zlarining nazorati ostida sen yoki telefon orqali ko'rishtirish vositasi bilan chet elda Xitoyga qarshi harakat qilayotgan Uyg'urlarni kuzatishga majburlagan. Xabarda qayd qilinishicha, 50 mingdek Uyg'ur musofir yashaydigan Turkiyada bu jihatdagi ro'y sinashga qatnashgan Uyg'urlardan 148 kishining 80% o'zlarining Xitoy hukumati tomonidan bunga o'xshash tahdidga uchraganligini aytgan. Xabarda yana Angliyadagi Uyg'urlarning bu xil tahdidga uchrash ahvolining og'ir ekanligi, 400 dak Uyg'ur yashaydigan Angliyada ro'y sinashga qatnashgan 48 nafar Uyg'urning 3/2 qismining bu xil tahdidga uchraganligi, Xitoy soqchilarining ulardan josuslik qilish, faoliyat qilish yoki taratqularga so'zlashni to'xtatishni talab qilganligi bildirilgan. İstanbul'daki Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi hay'atining Yaponiyada Uyg'ur davosini kun tartibga keltirish uchun boshlagan bir haftalik ziyorati davom qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, hay'at 1-avgust Yaponiya parlament a'zosi va Xitoyga qarshi xalqaro parlament a'zolari ittifoqining a'zosi Hirofumi Ryo apandini ishxonasida ziyorat qilgan va uning bilan Yaponiyaning Sharq Turkiston masalasiga bo'lgan qo'llashni kuchaytirish orqali ikki do'st xalqning o'rtaq oliy manfaati uchun ittifoqlikni taraqqiy qilish qatorliq temalarda muzokaralashgan. Tashkilotlar Birligi hay'atining ziyorati 8-avgustgacha davomlashadigan bo'lib, ziyorat jarayonida Yaponiyadagi davlat arboblari, parlament a'zolari, akademiklar va boshqa muhim shaxslar bilan uchrashish planlangan. Amerika Davlat Majlisi Avam Palatasining Cumhuriyetçilerden bo'lgan a'zolari Biden hukumatini Xitoyning talablariga ko'ra ish qilmaslikka, ya'ni kishilik huquq masalasida Xitoyga yo'l qo'yish badaliga birikma mavjud fentanyl masalasida Xitoy bilan hamkorlashish yo'liga mangmaslikka chaqirdi. Fox xabarlar to'rining 1-avgust kuni bergan xabarda aytilishicha, Amerika Avam Palatasi a'zolaridan Yong Kim, Avam Palatasi Tashqi ishlar komiteti raisi Michael McConnell, Amerika Xitoy raqobati alohida komitetining raisi Mike Gallagher qatorliqlar Biden hukumatiga xat yozib, Kommunist Xitoy hozir Amerikaliklarning hayoti bilan o'ynashib, buni ko'zir qilib, o'zlarining kishilik huquq dafsandachiligi jinoyatiga berilgan jazodan qutulmoqchi degan. Hamda bu vaqtda Biden hukumati qarshi kelmaydigan bir qonun tuzmoqchi bo'layotganligini bildirgan. Amerika prezidenti Joe Biden Amerikaning Xitoy texnikasiga mablag' solishni cheklaydigan ma'muriy buyruqqa imzo qo'ymoqchi ekan. Bu ma'muriy buyruqning avgustning o'rtalaridan boshlab yo'lga qo'yilishi mo'ljallanmoqda. Bu cheklama sun'iy idrok, kvant hisoblash va yerim o'tkazgich texnikasi qatorliq sohalarga chetildi. Egilinishchi bu qaror Xitoyning texnika bozoridagi hukmronlik o'rni va uning Amerikaga olib keladigan bexatarlik va iqtisodiy jihatdagi yoshirin ta'siriga bo'lgan andishlar kuchaygan bir paytga to'g'ri kelgan. Texnikaning cho'ng kasblarni ilgari surishda asosiy rol o'ynaydiganligi mo'ljallanmoqda. Pokistonning Turkiya bilan hamkorlashib qo'ygan milliy paraxod turining oxirgi qismi bo'lgan 4-harbiy paraxod kutub armiyaga topshirib berilgan. Bu munosabat bilan Turkiya muavin prezidenti Cevdet Yılmaz va Pokiston bosh ministri Shahbaz Sharif qatnashgan. Xitoy meteorologiya idorasi Beijingda yaqinqi kunlarda nurg'un Xitoylarning jinini olgan va mol-mulkka zo'r ziyon solgan yomg'ir ofatining 140 yildan buyon eng og'ir yomg'ir ekanligini e'lon qildi. Yevropa xabarlari to'rining bugungi xabarda bildirilishicha, Xitoy rejimi e'lon qilgan bayonotda qattiq yomg'irda Changpingdagi Wangjiayan suv ombiridagi yomg'ir miqdorining 744,8 mm ga yetganligi, 1891-yili Xitoyda qayd qilingan 609 mm lik ho'l yig'in rekordini tunji qatam buzib tashlaganligi qayd qilingan. Xitoy rejimi har xil sanlarda oshkor bo'layotgan og'ir kelgin olib kelgan talofatni bo'lsa yanada yoshirib, Beijingda 11 Xitoyning o'lganligini, 27 Xitoyning yo'qolib ketganligini bildirish bilan ko'paylangan.